Aziz do'stlar, mana bu o'ngirdagi qizg'aldoqzorlarni chiroyini ko'rib, har doim shunday bo'lsin deb o'ylaysizda. Lekin afsus, har bir narsani intihosi bor deganidek, buni ham, bu go'zallikda ham o'zi intihosi bor-da. Hozir bir joyga olib chiqaman. Mana shu go'zallikdan boshqa bir go'zallikka olib boraman sizlarni. Nahotki deysiz. Nahotki deysiz, qarang. Ha, adashmadingiz. Shu meni yaylovdagi, adirlikdagi yerlarim bu ataylab chorvaga yemish uchun qoldirilgan yerlar. Buni pichan qilamiz, pichan. Pichan bo'ladi bu. Erta bir oydagi pichan bo'ladi. Qarang. Bu go'zallik. Ko'ryapsizmi? Bu go'zallikni ko'ring. Lola qizg'aldoqzor. Men mana bu tomonga olib o'taman sizlarni. Mana bu yerda boshqa narsani ko'rasizlar hozir. Mana bu o't o'landi. Chiroyli gullaganini ko'rasiz. Mana. Bu go'zallik boshqa narsa. Ko'rdingizmi? Bu go'zallik boshqa narsa. Toshbaqalar ham chiqqan. Bu go'zallik boshqa narsa. Mana bu o'simlikni nomi mingbosh. Mingbosh. Bunga o'sha ipak qurti pilla beylaydi. Biz mana shu yerlardan yana 20 kundan keyin mingboshlarni terib, yulib olib ketamiz. Pillani bostirishga. Mana shu narsa mingbosh. Ana shu. Ana shu ipak qurti mana shu mingboshga beylaydi. Go'zallikdan bahra oling do'stlarim. Qarang, qanaqangi vodiy bu. Vodiy. Vodiy yastanib yotibdi. Vodiy. Mana qilib yotasizda bunda. Mana shu o't o'lanlarning ichida zamburug'lar bo'ladi, qo'ziqorinlar bo'ladi, toshbaqalar bo'ladi, ilonlar bo'ladi. Mana bu o'yiq nima uchun hosil bo'lgan deysiz? Bu yerda biz bundan bir 30 yillar avval kirish qismi ana shu yerdan zemlyanka qurgan edik. Bu yerga lalma, qovun, tarvuz yetishtirganimizda mana shunday zemlyankalar, yer to'lalar ustiga 8 ta, 10 ta, 12 ta bolar qo'yib, yog'och qo'yib, shunaqangi zemlyankalar qurganmiz. Hozirgi siz ko'rgan mana bu o'yiq undan avvalroq oldin qilingan zemlyankani, yerto'lani o'rni. Xullas mana shu yerda har joyda xuddi shunaqangi o'yiqlar bor. Biz bundan yerto'la sifatida foydalanib, o'zimiz qozib, kavlab, shu yerda 3 yil, 4 yil, 5 yil yashab, undan keyin mana shu mavsumiy kelasiz. Mavsumiy qishda og'zini berkitib ketasiz, bahorda kelasiz. Qarang qanday chiroyli manzaraga olib chiqdim yana. Qoyilmisiz? Qoyil qolavering.